Do'stlar, kitob o'qib o'tiribman. Har doimgidek Garov haqida bir hikoya bor ekan, shuni qisqacha aytib bermoqchiman. Ikki do'st Garov bog'labdi. Meni 3 ta shartim bor debdi. Agar uchta shartimda yutib chiqsang debdi, 5 million dollar beraman debdi bir do'stiga. Короче, gaz bos debdi. Birinchi debdi sharti 10 kun ovqatlanmaysan debdi. 10 kun umuman ovqat yemabdi haligi o'rtog'i. 10 kunda arang chidab qaytib kelib, mana 10 kun ovqat yemadim. Ikkinchi shartni ayt debdi. Ikkinchi shartim debdi, borib plotni ovqatlanasan debdi. Moshni qilib ovqat yeysan debdi. Borib moshni ovqat yebdi. Ikkinchi shartdan ham o'tdim, mana plotni ovqatlanib keldim debdi. Endi 20 kun ovqatlanmaysan debdi. 20 kun ovqatlanmabdi. Chidabdi nima bo'lsa ham 20 kun bir bola qilib chidab yurib 20 kun deganda boribdi. Mana dedim debdi, 20 kun ovqatlanmadim debdi. Endi debdi oxirgi shart debdi, katta dalaga borasan-da debdi. Dalani o'rtasiga borib chishasan debdi. Dalani o'rtasiga borib, endi qorong'ida dalani o'rtasiga borib shunda o'tirgan ekan. G'art degan ovoz kelibdi. Ahbaga qarab, qaydan kelyapti? Kimdir kelyapti? G'art deb shunda engashgan ekan. Ko'ti o'ti yetgan ekan.